Saudiya Arabistoni haj mavsumi oldidan qoidalarni keskin kuchaytirdi. Haj mavsumi yaqinlashgani sababli Makka va unga yaqin hududlarda xavfsizlik hamda nazorat choralarini maksimal darajada kuchaytirish boshlandi. 13-apreldan boshlab yangi tartib. Endi Makka shahriga faqat quyidagi shaxslar kiritiladi: rasmiy haj ruxsatnomasi borlar, mahalliy aholi, rasmiy ishlash ruxsatiga ega shaxslar. Boshqa barcha fuqarolar uchun kirish qat'iyan cheklandi. Umra bilan borganlar diqqatiga. Umra ziyorati bilan kirganlar 18-aprelgacha Saudiyani tark etishi shart. Aks holda ular qonunbuzar sifatida javobgarlikka tortiladi. Jarimalar juda keskin. Ruxsatsiz haj qilishga urinish $5000 jarima. Noqonuniy olib kirish yoki yordam berish $26000 jarima. Eng og'ir oqibatlar deportatsiya qilinadi. 10 yilgacha Saudiya Arabistoniga kirish taqiqlanadi. Ko'pchilik bu qoidalarni bilmay qolishi mumkin. Ayniqsa haj yoki umra rejalashtirayotganlar uchun bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega. Ushbu xabarni yaqinda haj ziyoratiga ketayotgan tanishingizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.